Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan sizlar tanigan va tanib tashlagan sharoitbek bo'ldi. Bugun sizlar bilan top 5 ta modni obzor qilamiz. Bugungi modlarimiz birinchi mod. Har bitta modga 1 dan 10 gacha baho beramiz bo'ldi. Agar shu modlar kerak bo'lsa, videoga 10 ta like yig'ib bersalar, hamma modni Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi opsiyada yoki kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol yuklab olib o'ynashingiz mumkin. Birinchi modimiz o'zlaringiz sezganlaringda yoki sezmagansizlar bilmadi. Shader modi bo'ladi. Bu mod shader qo'shadi va suvlarni, lavalarni hozir ko'rsataman. Sizlarga lava o'zgarmagan bo'lishi mumkin, lekin suv aniq qaranglar bolalar, suv mana shunaqa ko'rinishda, cho'tka, haqiqiy hayotdagiday ko'rinishda bo'ladi. Bu shader kuchsiz telefonlarga ham, kuchli telefonlarga ham cho'tka ishlaydi, qotmaydi. Umuman va ishi baglar yo'q. Lava o'zgarmagan. Lava ham mana ko'rinish ozgincha pikseli o'zgargan bolalar. Cho'tka bolalar, cho'tka shader qaranglar bolalar. Kech cho'tkanda ham cho'tka bo'ladi. Quyosh qaranglar. Hozir kech qilishim kerak. Hozir. Mana shu joyga qo'ysak, mana bolalar ko'rasizlarmi mana. Bu yoqda quyosh botib ketgan, bu yoqda botyapti. Meniki botgan ham ko'rinib turibdi. Hozir orqa qaytarsak. Hozir. Mana. Yo'q, bo'lmas. Tosh mana bo'ldi. Quyosh botyapti. Ko'rasizlarmi bolalar? Cho'tka botadi. Oy ham cho'tki chiqadi, hozir ko'rasizlar. Bunday qaraganda haqiqiy hayotdagidek mana atroflar sap-sariq bo'lib turadi. Keyin bu yoqdan oy sekin-sekinlab chiqib keladi bolalar. Birinchi modimiz shulardan iborat edi. Unda ikkinchi modga olg'a bolalar. Go! Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, 10 ta like istalang, Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim opsiyada yoki kommentariyada bo'ladi. Bolalar ikkinchi modimiz esa mana qaranglar, pastga eng pastga qaraysizlar, o'tirishni 2 marta bosasizlar. Qaranglar, o'tirib oladi keyin yerga. Shuni o'tirib yursalang bo'ladi, o'tirib. Ana shunda ko'rasizmi? O'tirib yuryapman men. Bolalar 100% ishlaydi, eksperimentlar qo'shasizlar, 100% ishlaydi bolalar. Keyin mana keyin bunday yurganlardan keyin yurganlardan keyin otga o'tirish va otdan turishni ko'rib turibsizlar mana chekkada qilichning yonboshlari otga o'tirish va turishni ko'rsatib qo'yibdi. Turishni bitta bossalang yotadi yerga. Yana bitta bossalang o'tirgan joyiga qaytaki otga o'tirish degandan bitta bossalang turg'izib beradi. Keyin osmonga qarab o'tirsalaring bunaqa qiladi, yonboshlaydi. Bo'ldi mana. Yonboshlab turibdi hozir. Mana yonboshladi. Mana. Yonboshlab yotibdi. Bunda endi yurib bo'lmaydi. Ko'rasizlarmi bolalar? Turamiz. Bu ikkinchi mod shulardan iborat edi. Unda uchinchi modga go. Uchinchi modimiz bolalar, hamma so'ra bana qilayotgan hammaga osonroq bo'lish uchun bu yoqdan bu yoqqa yugurib yurib uzoq bo'lib ketib, vaqt ko'p ketib qolayotgan akalarimiz uchun va videolar uchun uzoqqa borib keyin yana shu boshqa joylarga qaytib kelish qiyin bo'layotgani uchun ularga mana bu teleport modi bolalar. Mana shu bittasini qo'yasizlar, bittasini uylarning oldiga borib tars qo'ysalaring, men qaranglar mana anidan paydo bo'lamiz. Ustiga chiqasizlar, paydo qiladi. Yana qo'yni oldidan paydo bo'lamiz. Mana qo'y. Nimaga asab qo'ynayotgan qo'ybacha? Nimaga deyapman? Ikkilansada ustiga bitta chiqsa o'zi avtomatik teleport qiladi bolalar. O'tirib kelib chiqsalar ham teleport qiladi. Nima qilib ketsalar ham
Ustida shu turib, ustidan tushmay, bitta sakratsang yana orqalarga qaytaraman. Qo'yni oldiman, sakrayman. Harakat. Mana yana sakraymiz. Mana qo'y. Keyin sakraymiz. Mana qo'y. Ko'rasizmi buni? Teleport bo'ldi. Ana qo'y ham teleport bo'ldi bu yerda. Ekka. Otam chiqsa, otam teleport bo'ladi. Ot chiqsa, ana otam teleport bo'ladi. Aynan. Ko'rasizmi bolalar? Teleport modi. Mazza qilib ishlasalar bo'ladi bolalar. Unda 4-modga olg'a. Bolalar 4-modimiz. 4-modimiz bu. Tovuqdan iplik modi bolalar. Tars. Iplik narsa sotadi. Tars. Mana shuncha narsa sotadi. Sizlar qancha ko'p narsa olaversalar, shuncha narsa ko'payaveradi bolalar. Deb mayda tashlaysizlar. Mana maydalab oldik. Ertalab qo'yamiz. Ertalab Yang e'tibor bermasa qiz narsaga bag olgan. Mana qaraylar, buni olasizlar. Ikkita o'rniga bir olasizlar. Oltinlar olasizlar. Kitoblar, qilich, oltinlar tilaysizlar. Darajasi oshadi, sizlardan bir bilan flashga oshadi. Keyin avtomobilni bunday to'g'risizlar. Keyin qo'llanmasi boshlaydi. Oltinlarni o'qilganini olasizlar, oltin olasizlar, sıfırlagan qilich olasizlar. Keyin buni olasizlar, müzik olishlar mumkin. Keyin bu kamon olishlar mumkin. Müzik kolleksiyasi olasizlar. Oltinlar keyin bu damlama bir albatta. Yana bir darajasi oshadi. Yana kirasizlar. Kirgandan keyin flashga tashlaysizlar. Yana kiyimlar sotib boshlaydi. Kiyimlardan tashlaysizlar. Keyin qarmoq, jemchug, kirka, elektr darajasi olgan bular hammasi sota boshlaydi. Olib tashlaysizlar. Yana kirasizlar. Deb flashga eng og'risi shu bilan shunchani sotadi. 1000 mod endi to'lagan keksalang bo'ladi bolalar. Tars birazdan kuchini bitta tovuq tudiramiz. O'ldirsalarga mepnasi beradi. 4-modimiz shundan iborat edi. 5-modga obuna bo'lib, like bosib, 10 like bosib. Sizlar shu hamma modni Telegram kanalda toping. Telegram kanal silkasi opsiyada kompyuterda bo'ladi. Bizda keyingi mod Chrome modi. Mana qurollar qo'shadi. Olasizlar va ko'zlab. Mana otasizlar, o'qolmaydi. Bizdan olasizlar-da, bizdan o'g'in olmadim. O'zim ichida 70 dan 30 oladi. Bunday o'qiyapti. Uzi comeback. Uzi tashaxdo. Agar sizlarda daraxt yo'llarni to'sib daraxtga qarshi odam turgan bo'lsa, masalan, barglar to'sib turgan bo'lsa, barglar turadi. Endi barglarga otsalar, barg sinib ketadi bolalar. Ko'rasizlarmi? Daraxt o'qlashlar animasiyadan ko'rasizlarmi? Daraxtlar sinib ketadi. Bargi, ya'ni bargam yo'q bo'ladi. Sindirib olishgan emas, otasiga qaraychi.
Shundan keyin bari bo'lib bo'ladi. O'g'lish animasiyadan ko'rasizlar bo'ldi. To'rtki. Uchoqda agar yerga qarab o'tirsang, orqagilarga qaytib uchoqda u. Uchoqda shunaqa bo'ladi mana. Ular bu yoqqa hamma tomonga ketadi. Endi yerga qaraydi yerga. Qaytib. Keyin bu taqib olsalar to'pini qaytib ishlatardi. Esini ochib ketdi. Давайте. İşlemeyiz. Karıp işleten ben bunu özellikle biraz. Otağımız. Borlayıp birazdan bunu. Şu turasılar. Tayyorgarligini şu mo'ljalab tepara qilib otasilar uzoqqa boradi. Birazdan shu sabit turibdi. Yig'laslar. Tepara. Top. Ketdi. Bitta qo'y o'ldi. Bitta qo'y joni ketgan bu yerga. Otsalarning ko'zlari oppoq deyishadi. Day bolalar 5-mod tugadi. Videomiz tugadi. Video tugadi. Video tugadi bolalar. Давай. Go bolalar. Давай. Videoga like, kanalga obuna bo'lamiz.